Aka, qalay razmerlar yaxshi keldimi? Zo'r aka razmerlari. Mana aka boya so'ragan dublyoningizda bitta katta razmeri. Kiyib ko'ring buni. Qalay keldi razmer, yaxshimi? Zo'r aka razmerlari. Hop, tegini qaytarib oldingizmi? Hop, bitta ateliyaga kestirib olamiz, bo'ldi aka. Atak qadmas qildik. Bo'ldi. Zo'r o'z sifatlari qanaqa aka buni? Sifati aka qarang, ustingizga Xitoyki bo'ladi. Juda ham sifatli, ichlari polniy, mix qilingan. Hop, mana ham Xitoyki. Buni adden yoqasi ham bor, qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Buni yechib qo'yganingizda ichingizdan finga qilganmiz. Yangi uzun. Bu ham juda ham bejirim bo'ladi, juda ham sifatli bo'ladi. Hop, ko'chingizdan shim, turецкий shim bo'ladi. Drapoy material, sifatlari bomba, qoliplar ham juda ham zo'r kelgan. Oyoq kiyimingizni toza charmdan ishlab chiqarilgan Xitoy mahsuloti bo'ladi. Padoshlar ham juda ham zo'r. Bemalol kiyasiz, yumshoqqina bo'ladi, aka. O'sha narxi qanaqa bo'ladi? O'sha narxi, hop. Ba'ziga hisoblab beraman, xudo xolasa, hammasini chegirma qilib hisoblab beramiz. Ustingizdan boshlasak, ustingizga 319 ming so'm bo'ladi. Hop, ichingizga kartiga xos skitkada 149 ming so'm, ichingizga sviteringiz ham qo'shamiz, 149 ming so'm. Hop, shimingiz 199 ming so'm, oyoq kiyimingiz sifatli bo'lgan 199 ming so'm. Общий 1 million 195 ming so'm bo'pti, aka. Yo'q, xudo xolasa, klient o'qib qarasiz, 3 million narsani aytib beradi. 3 million qoldi deb o'yladim men. Kimga aynan shunaqa sifatli bo'lgan luklar kerak bo'lsa, aynan bizga murojaat qiling. Biz siz uchun imij yaratamiz.